Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Atqanboy. Bugun videomizda biz bez adachi ochishni o'rganamiz. Ko'pchilikni ko'rganimiz to'g'risida turgan odamni ham to'g'ri otolmaydi bolalar, ya'ni pritsel yuqoriga ko'tarilib ketaveradi. Bularning sabablaridan biri noto'g'ri pozitsiya tanlash va noto'g'ri chustdir bolalar. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar, bularning hech biri sizlarda muammo bo'lmaydi. Qaytgancha bolalar, video boshlanmasdan oldin bolalar mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qanunda biz videoga o'tamiz. Xo'p bolalar, birinchi to'g'ri pozitsiya tanlashdan boshlasak. Men sizlarga bolalar daraxtlarning orqasidan otishni maslahat beraman bolalar. Sababi adacha ushlashinglar juda oson bo'ladi bolalar. Masalan, liboy bir erangaldagi daraxt orqasidan otsanglar, juda chotki adacha ushlaysizlar bolalar. Ikkinchi pozitsiyamiz esa bolalar tog'lardan turib otish bo'ladi. Tog'lardan turib otsanglar bolalar juda zo'r adacha ushlaysizlar va dushmaningdan ko'ra sizlarni otib ketish foizinglar juda katta bo'ladi. Xo'p bolalar, ikkinchi masala esa upravleniya va chувствительность bo'ladi. Hozir men sizlarga 4 barmoqlar uchun chotki upravleniya yasab beraman bolalar, ya'ni adachaga urg'u bergan holda. Va mana bu upravleniya ko'rishinglar mumkin bolalar va bu upravleniya bolalar отдельный adacha uchun yasalgan upravleniya bolalar. Agarda sizlarga bu upravleniya kerak bo'lsa, Telegram kanalimda bo'ladi bolalar. Agarda sizlarga men upravleniyam kerak bo'lsa, ya'ni 5 barmoqli upravleniya, bu ham meni Telegram kanalimda bo'ladi. Endigi navbat esa bolalar chувствительность. Ha bolalar, o'yindagi 50-60% ni chувствительность tashkil qiladi. Men sizlarga вообще juda zo'r chувствительность tayyorlab qo'yganman bolalar. Mana shu o'yinda ko'rib turgan chувствительностьlar men o'zimning chувствительностьim bo'ladi bolalar. Agarda bu chувствительность sizlarga kerak bo'lsa, bolalar Telegram kanalimda bo'ladi bolalar. Hamma upravleniya, chувствительность, hamma kerakli narsalar bolalar Telegram kanalimda bo'ladi bolalar. Telegram kanalim esa bolalar YouTube kanalim shapkasida bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan hamma narsalardan foydalansanglar bolalar, sizlarga bemalol bez adacha otishinglar mumkin bo'ladi bolalar. Agarda video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan oz fursatda Atqanboy bo'ldi.